Nurulla aka, mani bitta savol qiziqtiradi. Hozir ozish harakatidaman, pitaniyamni to'g'irlayapman. Agar ratsionimga kolbasa qo'shadigan bo'lsam, semirtirmasmikan? Nigina bu savol nafaqat sizdan, balki menga buni ko'pchilik beradi. Bilasizmi? Bu savol menga tez-tez beriladi va rostini aytaman, kolbasa va semirish masalalari odam o'ylaganidan ancha murakkabroq. Bugun raqamlar bilan, faktlar bilan gaplashamiz. Oxirigacha ko'ring, oxirida ko'pchilikni hayron qoldiradigan bitta raqam bor. Semirish nima? Oddiy fizika sarflangandan ko'ra ko'proq kaloriya olsangiz semirasiz. Bu kolbasa bilan bog'liq emas, bu energiya balansi qonuni. Endi raqamlarga o'tamiz. 100 gram varyonli kolbasa taxminan 250-270 kilokaloriya. 100 gram qora shokolad 70% plus kakao 550-620 kilokaloriya. 100 gram non 265-300 kilokaloriya. Kolbasada nondan ham kamroq kaloriya bor. O'sha hayron qoldiradigan raqam mana shu. Unda nimaga kolbasa semirish degan gap tarqalgan? Sababi bor. 3 ta asosiy omil. Birinchisi tuz. Kolbasada tuz ko'p. Tuz suvni ushlab turadi, vaqtinchalik vazn ko'rsatadi, lekin bu yog' emas, bu suv 1-2 kunda ketadi. Ikkinchisi miqdor. Hech kim 100 gram bilan to'xtamaydi. Asosan non bilan juda ham ko'p yeyiladi. Umumiy kaloriya oshib ketadi. Kolbasa aybdor emas, miqdor aybdor. Uchinchisi yashirin yog'. Arzon kolbasalarda yog' foizi baland bo'lishi mumkin, 25-30% gacha. Sifatli kolbasalarda bo'lsa 15-18%. Bu katta farq. Kolbasa yeb semirish mumkin. Agar kuniga 1 kilo non bilan, kartoshka bilan yesangiz, kolbasa yeb semirmaslik ham mumkin, agar me'yorida, sifatli va umumiy kaloriya nazoratini qilsangiz. Sog'lig'ingiz va ovqatlanishingizga bee'tibor bo'lmasangiz, obuna bo'lib qo'ying.